Assalomu alaykum. Menga obuna bo'lgan, podpiska bo'lgan podpischiklarimni niyatini oldim. Bugun o'chirmamiz bizning hayotimizda nimalar bo'lyapti va nimalar bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Like bosgan, podpiska bo'lgan obunachilarimni niyatini oldim. Like bosgan, podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan obunachilarimni niyatini oldim. Bugungi kunimizda nimalar bo'ladi? Kimlardir safar yo'liga otlangan, kimlardir dokumentlik ishlari bor, kimlar oilasi bilan dam olishlarga bormoqchi bo'lyapti, kimlardir pul taraflama pul qo'llariga kelyapti, ikkinchi tarafdan ketyapti, kimlardir ancha bu temada tushkunlikka tushgan, kimlarnidir orasida uchinchi kishilar bor. Uchinchi kishilar orqali ularni munosabatlari ancha ziddiyatga kelib qolgan. Bu ayol kishi tarafdan ham bo'lyapti, kimnidir qaynonasi tarafdan ham bo'lishi mumkin, qaynopasi tarafdan ham bo'lishi mumkin, qaynisinglisi tarafdan ham bo'lishi mumkin. Ziddiyatlar bugungi kunimizda kimlarnidir qattiq stress bosib olgan, ko'plar aldanib qolganidan o'zi asabiy holatda, kimlarnidir yo'l kutyapti, qayergadir bormoqchi planlari bor. Ko'plarimiz kimlar bilandir urushib qolishimiz mumkin, gapimiz qochib qolishi mumkin. Gapimiz qochib qolishi mumkin, kelisha olmasligimiz mumkin. Kimlargadir xush xabarlar kelyapti, kimlar bilandir uchrashuv belgilashi mumkin, qaylargadir borishlari mumkin. Bugungi kunimiz bizga shuni aytamanki, kimlardir chet davlatlarga sayohatga bormoqchi bo'lyapti, yo qayergadir ketmoqchi bo'lyapti, plan qilyapti. Kimlarnidir qo'liga pul kelyapti, ketishi bor. Kimlarnidir uchinchi shaxs orqali munosabati buzilgan, bular ziddiyatga kelib qolgan deyapti. Kimlardir aldovda qolib ketgan, stressda tushib qolgan, kimlarnidir gap so'zlari yaxshi bo'lmayapti. Yiqilish, buzilish, o'tgan kunlarni eslaydi, jahldor bo'lib qolgan, jahli tez, sal narsaga lov etib yonaydigan bo'lib qolganlarimiz ham bor. Ko'plar farzandim deb farzandini o'ylaydi, kimlar farzandida yiroqda bo'lsa farzandini ko'p o'ylaydi, ko'p asabiylashadi, ko'p tushkunlikka tushadi. Munosabatlarda tanishuvlar bor, tanishuvlarda kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin, kimlarnidir ranjitib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi kimni aqlidagi insoni urushib qolgan bo'lsa, blokka tiqgan bo'lishi mumkin. Endi telefon qilishni kutib, telefon qiladimi yo'qmi deb o'zini ichiga kirib ketgan o'y-xayollari bor. Bu janjallashib qolgan insonlarimizni o'rtasida uchinchi shaxsimiz bor. Shu sabab ko'p janjal bo'lyapti bu yerda. Kimlarnidir dokumentatsiya ishlari bor. Dokumentatsiya ishlarini hal bo'laman deb turgan vaqtda gapi ko'p bo'lyapti, so'zi ko'p bo'lyapti, kelishmovchiliklar bo'lyapti, dokument orqaga cho'zilyapti. Kimlargadir xushxabar keladi, SMS yozishuv, qo'ng'iroqlar, xursandchilik, gap so'zlar ham bor bu yerda. Tushkunlikka tushishingizni maslahat bermayman. Xushxabarlar yaxshilikka bo'ladi. Sizni ayrimlarimizni xursand qiladigan xushxabarlar bor. Ayrimlarimiz jahlda, ayrimlarimiz qo'rquvda, vahimada, ayrimlarimiz yo'lga chiqmoqchi bo'lyapti. Ikkilanib qolgan, chiqsammi, chiqmasammi, ketsammi, ketmasammi deb o'ylanib qolgan. Ayrimlarimizda uchinchi shaxs orqali gap so'zlari ham tugamaydi, urushib qolishadi, janjallashib qolishadi. Ayrimlarimiz uzoq safarda bo'lsa farzandlarini o'ylaydi. Ayrimlarimiz yangi tanishganlar bo'lsa agar jahl ustida urushib qolib blokka tiqishlar bo'lyapti. Ayrimlarimizda uchinchi shaxslar orqali urushlar bo'lib to'xtamayapti.
ayrimlarimizning dokumentatsiya ishlari bor hal bo'lish arafasida. Unga mayda gap so'zlar, urush janjallar aralashyapti. Kimlardir uy olmoqchi bo'lsa, mashina olmoqchi bo'lsa, ularni oladi deyapti. Uy olmoqchi bo'lsa, mashina olmoqchi bo'lsa, albatta oladi. Kimlardir yangi mehmon, kimlardir homilador bo'lgan bo'lishi mumkin, kimlardir nasib bo'lsa esalomon qo'liga olish arafasida turibdi. Bu yerda xushxabarlar yaxshi. Ayrimlarimizda surprizlar bor, ayrimlarimizda homilador, ayrimlarimiz ayrimlarimiz chaqaloqchasini ham qo'liga olgani chiqyapti bu yerda yaxshilikka. Ayrimlarimizda yangi o'zgarishlar bor, ayrimlarimiz asabiy holatda urush janjali ishlarimiz ham shu kunlarda bo'lishi mumkin. Bu aqlimizdagi inson bilan bo'ladi. Bugungi o'chiruvimiz shunday. Ayrimlarimizda yangilik, kimlardir homilador, kimlardir ko'zi yorigan, kimlardir stressda bo'lyapti. Sizga maslahatim, o'zingizni qo'lga olishga harakat qiling. Asabingizni buzishga arziydigan narsa bo'lmaydi. Arziydigan bo'lsa ham foydasi yo'q. O'zingizni yiqitib qo'yishingiz mumkin, kasal qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yerda sizga shuni aytamanki, uchinchi shaxslar oraga boshidan tushdimi, u oxirigacha ham tushib boraveradi. Uni nima qilishdi, foydasi yo'q. Tushuntirishdi, gapirishdi, janjal qilishdi, foydasi yo'q. Uchinchi kishilar shunday kimsalar bo'ladiki, o'zini sevadigan kimsalar bo'ladi ular. Ayrimlarimizda dokumentatsiya ishlari bor, hal bo'lib turish arafasida turibdi. Ayrimlarimiz uzoq safar tursa farzandini sog'ingan, farzandini o'ylaydi. Ayrimlarimizga uy olish bo'lyapti yo mashina sotib olish, nimanidir plan qilgan bo'lsa, reja qilgan bo'lsa, o'sha rejasiga yetishi bor deyapti.